Assalomu alaykum hammaga. Yangi epizodga xush kelibsizlar. Bugungi videoda Janubiy Koreyaning qaysidir shaharida kemping qilayotgan ixlosdan qaysidir bir videolarni qo'yib bitta vlog qilganman. Shuni ko'rishlar mumkin. Xullas shunaqa joyga kelingan. Atrofi ko'ryapsizlar. Normal tog' bilan o'ralgan. Tog' desa bo'ladimi, bilmayman. Adirlik bilan o'ralgan. Unaqa baland emas. Bu yerga hozircha biz kelgan paytda issiq edi. Salqin joyga kelib tikkanmiz. Hozir bola uxlashyapti. Turib, suv bo'ylariga o'zgartiramizda o'zimiz shu tarafga qarab timsoh ketamiz, ya'ni haking qilamiz, xudo xolasa. Quyosh botishini tepadan ko'rish baribir boshqacha bo'lsa kerak. Lekin suv juda ham zo'r ekan, hali cho'milishlik bo'ldi-yu, kiyim olib kelmaganim uchun cho'mila olmadim. Bu yerda ham boshqa odamlar bor, men chiqib ketsa kerak. Qoladiganlar juda ham kam. Bugun biz qolmoqchimiz. Xullas bugungi vibe shunaqa. Lekin bugun biz qolmoqchimiz to'g'risi. Sababi do'stlar bilan kechki payt qanaqa atmosfera bo'lishi juda ham qiziq. Shuning uchun bunaqa atmosferani ko'rish uchun kelganmiz. Soat 4:40. Hozir bolalar turgizib, narsalar tayyorlab tepaga chiqib ketish kerak. Ahror. Ey. Turlan bugun. Ha? 5 olsun. Turish niyat bormi? 5 olsun. Voy. Mana bola vashi g'ingam degani yo'q. Biroldin? Biroldin? Turing jon oshna. Siz bir uxlamayın ekanda bor u. Uyqu demalik yo'q qolsiz jon oshna. Chiqib ketdimi? Charchoqlar? Ay, siz bir uxlamayın ekan oshna. Turing, bet qo'l yuving. Xudo xolasa hozir hakingga chiqib ketyapmiz. Bolalar bilan. Baqani rangini qara. Qonni jigarrang ekan. Xo'p. Bilolni yo'l boshlig'i qilyapti. Oh. Bilol bilimli bolami? Bilimli bola Bilolmi? Voy oyog'im. Bizda shurmiz. Bayrağı. Короче, çok açık ediyoruz. Koşuyor. Ahroy. Hadi şaka çıkmayayım mı? Hadi şaka çıkmayayım mı? Ortaya koyayım da. Ay kardeşe kale ben tamam. O da köpek gelmiş. Ya bro. Fil yanib qoldi. Okey. Xullas, tog'ga chiqish ancha qiyin bo'lib ketdi. Xavflilashib ketdi to'g'rirog'i. Sababi tog'ga chiqish yo'li yo'q edi. Sababi bu yerda o'zi tog' yo'q edi. O'zi eng boshidan. Lekin teparoqqa chiqamiz deb, quyosh botishini ko'ramiz deb tikka yo'ldan chiqib ketdik. Lekin qarashga oxiri ko'rinmayapti. Hozir Operatorimiz tushib ketish arafasida turibdi. Hozir pastga. qiynalib tushyapti. Mana shu o'zinglar ko'rasizlar. Do'sti toshbag'ishi tushib ketish oson ekan. Qoch. Mana bola
Tepaga chiqib ketdi. Yol dorvoz desanglar hamma qiladi. Bilolmayman uni. Hozir o'zim chiqdim, lekin bunchalik tepaga chiqmadim. Maymun ekan bu bola. Bu bilib bor. Tepaga turib ayolmalab qo'yapti-yu. Chiqib chiqmay. Bo'l. O'tinimiz bor, lekin yetmay qolishi mumkin deb hozir ichkariga kirib o'tin yig'yapmiz. Mana o'tdi, ashinchi. Mana bu yerda bo'lar ekan. Buni u daraxt sindirsa-chi. Ana. Yega. Voy mana. O'zimga qaytib kelganda o'lardim dedim. Qo'yingizga? Hali o'rmonchilardan ekan, sochda o'zi o'tinchilardan. Bular yonadi, kattalar ham. Sakin. Xullas do'stlar, bir amallab olov yoqib oldik. Shom ham kirib bo'ldi. Quyosh botib bo'ldi. Hozir kechki ovqatni qilib, olov yoqdik. Olovni oldida vayapti jinnisi bo'ladi. Turibdi. Kim bu? Ahmadullo. Ye. Qoldi. Bir oyga shuncha bir qator ko'pda tekshirib ko'rdingiz-yu. Mana qilib yotmayman. Boshini ham bor-ku. Xullas o'tinimiz qolmadi. O'tin yig'gani ketyapmiz. Mana. Ishni sindiramiz. Hammamiz sarib. Yema. Mashina sindiribdi. Yaxshi. O'tin qalaylik. U gullab yotibdi-yu. Bu yetadi ham. Ana shuni sindiring. Qirsiqlar shunaqa. O'tirdi. Nega olasan? Короче, mandarin, apelsin yeyapmiz. Apelsin yutdimiz. Kivi ham bor. Kivi ham bor bu yerda. Bananam bor. Tuxumimiz ham bor. Ayollar deydi, nima deydi? Ya'ni ayollarni to'g'rilab turish kerak deydi. O'tinimiz tugab qoldi. Oxirgi o'tinlarimizni yoqyapmiz. Soat ham 11:31. O'tinni yoqib tugatamiz. Uxlagan kirib ketamiz shu yerga. Bu yoqlarda ko'rinmayapti, ko'l. Buni suv borgan edi, eslarda bo'lsa. Ham yo'q yig'ishtirib qo'ydik. Mashina olib kelib qo'yamiz oldimizga. Bu yoq suv olma. Mana suv. Xullas shu bilan ertalab turamiz, sahar turib yo'lga chiqib ketishimiz kerak. Lekin atmosfera juda ham chiroyli. Osmonda yulduzlar. Kun ekan bo'lsa kerak, balki. Endi bir amallab tong ottirib olsak bo'ldi. To'g'rimi Biloldin? To'g'ri jigar. Hayotim davomida birinchi sayohatga Xilosbek jigar bilan chiqdik. Zo'r lekin. Adrenalin birinchisi yaxshi. Çok iyi bo'lyapti. Xohlasa Istaymiz. yana kelamiz boshqa dushi tayyorgarlik qilib. Bu safar ozmuncha kamchiliklar bo'ldi. Keyingisiga Xudo xohlasa Yaxshi bo'lib qaytamiz, ha? Ha. Xullas mashinada yotavering. Rostara. Oshdan mo'minga yetmayapti. Soat 11:49. Biz uyquga ketdik. Yaxshi olasizlar. Tashqarida bo'ri yuribdi. Sahar 4:42. Biz uyg'onib o'zi palatkalarni yig'ishtirib
qancha tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hamma yoq tuman. Suv bug'langan. Kechasi sovuq bo'ldi. Xullas, bugungi kun shunaqa tarzda o'tdi. To'g'ri, kechagi kun. Yaxshi, bir ahvol olurmi? Biloldim qilajini qaranglar. Bilolishing. Qalbim uchun kifoya sening Xullas, va nihoyat yetib keldik. O'zimiz shahardamiz, Sho'ng'idamiz. Xudo xolisa bugungi sayohatimiz ham o'z oqibatiga yetdi. Sizlar bilan keyingi vlogda gaplashamiz. O'zingizga e'tibor qilinglar. Ciao.